Dengizga otib yubordi. Sen bilasan meni kimga berishligim kerak ekanligini. Bu dengiz ham, shamol ham, pul ham, men ham va qarz olgan odamim ham seniki. Dedi-da dengizga otib yubordi. Bu kunisi endi aytilgan vaqt kelyapti. Shu odamni men kutib olay degan ma'noda dengizni oldiga qarz bergan odam chiqsa haqiqatda shamol bo'lyapti. Birorta dengizda kema yo'q, hech kim kelmayapti, lekin qalbida bir noumidlik bor. Axir va'da berdi, Allohni o'rtaga qo'yib, kafilim ham, vakilim ham Alloh dedi. Qanday bo'ladi bu holat dedi. Ozgina kutib turdi. Shamol bo'lyapti. Kutganda ozgina kech kirdi. Kech kirganda mayli endi kelmasa kerak. Boshqa kun kelsa kerak. Lekin Allohni o'rtaga qo'yib ham va'dasini ustidan chiqmadi degan xavf qalbida bor edi uni. Endi uyga qaytayotgan edi, dengizni labida bir o'tin turibdi, to'nka turibdi, bir taxta turibdi. Shuncha joyga keldim endi, shuncha kutdim. Uyga quruq bormay, bir hech bo'lmaganda mana shu kelgan o'tinni olib boray degan ma'noda o'tinni oldida ko'tardida uyiga jo'nadi. Uyiga jo'natsa, o'tinni quritib ichini ochsa, boltasi bilan bir ursa, ichidan pul, o'sha 1000 tilla tanga. U o'yladiki, demak kel olmadi. Mana shu bilan tavakkal qilib Alloh taoloni o'rtaga qo'yib mana shuni yuborgan, mengacha keldi endi bu. U joyda u tijorat qilgan ovora haqqoniy ravishda uning qo'ligacha o'zi yetib bordimi yoki yo'qmi u? Yana 1000 tilla tanga oldida beliga bog'ladida shamol tingandan keyin kemaga o'tirib uni uyiga keldi va aytdiki, birodar, men sizdan Allohni o'rtaga qo'yib olgan pulim mana. Uzr so'rayman, kema yo'q edi, shamol bo'ldi. Bugun mana kemalar yurishni boshladi, men sizga pulingizni keltirib beryapman. Deganda u aytdiki, men siz yuborgan pulni oldim.